BMW'ni eng luxury sedani hisoblangan i7 ni sizga zo'r narxda ko'rsataman, kuzatib turing. Mashina 2023-yil, probegi bor yo'g'i 18 000 km. Bunga sportivniy diskalar qo'yilgan va rangi oqdan matoviy jigarrangga o'zgartirilgan. Mashinada 360 kamera, slipoy zona, 5 ключевой достуp va to'ril eshigida dovchiklari ham bor. Salonimiz to'q qizil rangda charmdan ishlab qo'yilgan va sifati juda ham yaxshi. Informatsion tablo, informatsion displey, multirul, head-up display, Bowers Wilkins akustika sistemasi, pamять сиденья, xullas eng luxury sedan bo'lgandan keyin hamma qulayliklari bor. Va salonimizni eng go'zal qilib turgan narsa, juda ham ko'p joylarga xrustal elementlar ishlatib qo'yilgan. Ikkinchi qatorimiz ham juda ham katta va shinam, tomimiz panorama va alkantara qilingan, monitorimiz ham bor va ishlab turibdi. Mashinada 105 kilovatli 544 ta ot kuchli elektromotor turibdi va uni zapas xudi 650 km. Buni narxga keladigan bo'lsak, $110 000 pastda qoldirgan raqamlarimga tez telefon qilsangiz yana ozgina o'tib berishadi. Shunaqa premium mashinalar narxi sizga qiziq bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.